hayotingizni kompyuter desak, hayotingiz buzilib qoldi. Izidan chiqib ketdi. Oilaviy, iqtisodiy, boshqa muammo ko'payib ketdi. Siz bu muammoni hal qilgani yaxshi ko'rgan olamingizdan emas, sizni yaratgan Parvardigoringizni dinidan so'rang. Siz bilan bizni yaratgan Alloh, bizni nima baxtsiz, baxtli qilishini biladigan Alloh, shuning uchun Allohning dinidan so'rashlik kerak. Aytayapman, bizga qanday yashasak saodatli bo'lishimiz, qanday yashasak zo'r bo'lishini o'rgatadiganlar ko'p. Shuning uchun biz bizni yaratgan, bu borliqni yaratgan Alloh subhanahu va taoloning buyruqlariga itoat qilamiz, ikki dunyoda saodat topamiz. Chunki Alloh taolo siz bilan bizni yaratgan, wala yunabbiuka mislu xabir. Sizga hech kim xabardor zot, Alloh kabi xabar bera olmas.